O'rtoq podpolkovnik, siz aytganingizdek, bolalar bog'chasi, maktab oldigi xodimlar biriktirildi. Sababi ertalabki o'qish vaqti boshlanganda hammasi o'sha yerda. Qara. Holat tanishmasmi? Qayerdadir ko'rganman, lekin eslolmayapman-da. Qayerda edi? Yerda. Qizaloq, nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bayrog'imiz chang bo'lib qolibdi. Artvorman. Isming nima edi? Husniya, papag'im qilsa mayli. Bayrog'imiz toza tursin. Esladim. Ilgari ham bayroq artganding, a? Ha, chunki bayrog'imiz yurtimizni yuzi u doim toza bo'lishi kerak. Bayroq yurt sha'ni. Uni e'zozlagan har bir bola kelajakning posboni. Sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan. Ota desam qizim deb bosh egib turgan o'zing ulug'imsan.